Ha, keldingmi? Ancha qolib ketding. Qizaloqda ahvoli og'ir ekan. Bilasana, 3 kun qoldi garovga. Esimda. Yana sevib qolmadingmi Rameo? Qanaqa sevgi? Sevgi faqat ertaklarda bo'ladi. Bu bo'lsa, planning boshlanish qismi edi. Ha, yo'q. Bu yog'iga tomosha qilasan. Ko'ramiz-da. Qo'sh tema bo'lamga. Tema chiqib qoladi. Oz qoldi qizim, chida. Siz yo'lingizga qarang, xavotir olmang, men qarab turibman. Oz qoldi. Ha, qizim bo'ladi, doktor. Oz qoldi qizim, oz qoldi. Ozgina chida, ozgina. Siz o'zi oldingizga tushib uzr so'ramoqchi edim. Kech o'sha kunga holatim deb. Muncha ochishing qiyin, o'rtoq. Ey. Voy, Bu kimni kutyapsan? yo'q. Uzoq tushuntirish. Kechiring, telefon qilsam javob bermayapsan. Qizim mazasi bo'lmay qoldi-da, ko'nglimga hech narsa sig'may qoldi. Hozir hammasi yaxshimi? Ha. Ha, buldirpanga. Hozir pastga tushaman. Xo'p. Hop. Hammasi yaxshimi? O'zingni olib qochib yuraverishdan charchamadingmi? Yo'q, aytdim-ku, qizimning mazasi bo'lmadi deb. Hop, kecha mazasi yo'q edi. Bundan oldingi kuni mazasi yo'q edi. Mendan qochaverib charchamadingmi? Nima bo'lyapti, Fer? Kim bu? Qo'shnimiznikida yashashyapti shekil, bilmayman. Senga qarashini ko'rdingmi? Sezganim yo'q, e'tibor bermadim. Erkak kishining qarashini erkak kishi tushunadi-da. Xo'p, nima bo'pti? Agar shu bola bo'lmaganda, shu bola sabab meni bolam tirik qoldi. Siz hech narsadan xabaringiz yo'q. Menga qarang, sizni rashklaringizcha meni jonimga tegdi. Xo'p? Xayr. Sevgi uchburchagi. Kim g'olib bo'lar ekan, ha? Yaxshilikcha ko'nmasangiz, unda boshqa yo'lni qilamiz.